O'rtamizda shunday insonlar bor. Yo'q emas, bor. Men bir nechta insonlar bilan gaplashib, shunday xulosaga keldim. Bilasizlarmi? O'zini qo'lidan bir ish keladimi, kelmaydimi, boshqa birovlarning qo'liga umid qiladi. Go'yoki unga kimdir nimadir sotib olib berishi kerak. Masalan, aka-ukasi, opa-singlisi yoki bo'lmasam ammasi, tog'asi, xolasi, amakisi degandek. Yoki shunday farzandlar borki, ular uchun ota-onasi biror narsa olib berish kerak. Xo'p, agar sizda oyoq qo'lingiz ishlamasa, siz bir nogiron inson bo'lsangiz, sizga ota-onangiz yordam bersin yoki bo'lmasam yaqinlaringiz yordam bersin, biror narsa olib bersin, uymi, moshinmi, men bu narsaga qarshi emasman. Joningiz sog' bo'lsin. Lekin sizda oyoqlaringiz ishlayapti, qo'lingiz ishlayapti. Siz nogiron emassiz. Siz sog'lom insonsiz. Nega siz boshqa birovlardan umid qilyapsiz? Nima uchun? Nima sababdan? O'zingiz ozgina bo'lsa ham harakat qilsangiz bo'ladi-ku. Axir bu sizning yo'lingiz. Siz bu yo'lda oxirigacha yurishingiz kerak. Nega endi men sizga biror narsa olib berishim kerak? Nega endi men sizga uymi, mashinami yoki qo'lingizga pul berishim kerak? Sizning o'zingizdan aql hushingiz joyida-ku. Biz insonlar juda ham aqllimiz. Faqat bu narsani o'zimizda, vujudimizga, borlig'imizga, o'zimizning ongimizga bu narsani yaxshilabgina tushuntirishimiz kerak xolos. Qachonki biz o'zimiz aqlli inson ekanligimizni tan olsakkina, biz juda yaxshi pul ishlashni yo'llarini topa olamiz. Biz yo'q, faqatgina oson yo'llarni oqtaramiz va biz uchun kimdir bir narsalar olib berishini umid qilib o'tiramiz. Tanay minnat bilan olib berilgan narsa. Sizga bu narsa kerakmi? Men sizga tanay minnat bilan olib bergan uyim, mashinam. Keyin bir umr ta'na minnatga qolish, bu go'zallikmi? Nima deb o'ylaysiz? Yaxshilab aqlingizni ishlatib ko'ring. Siz aqlli insonsiz. Faqat o'zingiz buni tan olgingiz kelmayapti.